Aka, mana shu opadan men 6 millionga konteyner olmoqchi edim. Bu konteynerni ichida ham o'zini yetkazib xizmati ham ichiga kirib ketadi deyaptilar. Men bu narsani olganimdan keyin yeb qolmaymanmi? Nima deb o'ylaysiz? Hop, bu aytayotgan odamingiz 100% mashinik odam. Sababi bizlarni bazamizga ko'plab odamlar keladi, mijozlarimiz sizga o'xshagan. Siz mana hozir pulni to'lab qo'ying degan ekansiz, lekin to'lamabsiz, yaxshi qilibsiz. Xil odamlar bor, o'sha pulni to'lab qo'yib bo'lgan. Bu odam konteyner internetdan olgan, tushunishim bo'yicha, mashinada turgan rasmini tashlab yuboradi konteynerni. Mana shu mashinada turibdi konteyner, 6 million to'lovini qilsangiz 6 metrlik 290lik plus dastavkasi bilan qilib beraman deydi. Bu bozor narxida yo'q narsa, nerealniy narsa. Hech kim qilib bera olmaydi bunaqa narsani. O'sha narsani taklif qilib sizga aldab chiqazib olaman deydi. Bunaqa narsalarga ishonmanglar, bu 100% yolg'on. Ko'chadagi ayrim bir mashinniklarga uchrab qolmasligi uchun ishonchli kompaniya, ya'ni Lego Terminal kompaniyasiga murojaat qiling. O'zingiz istagan turdagi konteynerlarni qilib beramiz.